Valo tanho Qur'onni bir kishi bilsa, ilmi bor, boshqa ilmni bilmasa ilmi yo'q, qat'an bu g'alati shariatda oldik. Hatto jodugarlik ilmi haromdir. Fi'li jodu haromdir. Faqat gardanini shamshir bilan ovmoqda. O'shanday bo'lsa ham shu ilmi jodusi sabab bo'ldiki, avvalin kishiki Janobi Musa alayhisolatu vassalomga faulqiyas sahratu sajidin, hammasi sajda qildi. Shu joduni bilganligidan. Ilm o'z zotiga mahbubdir. Bizlarda oldimizga qanchaki bir domilloyki bir hofizi Qur'oniki bir olimda arzishi bo'lsa, injenerga shuncha bizda arzish qoyilmiz. Nasli javonimizga shuncha arzish qoyilmiz. Mana endi osta-ostalik bilan istixroj maodinda bizlarda mutaxassislarimiz bo'lmasa-ki, 4 ta olim bilanki bir zot bo'lmaydi. Lihozo talosh qilinglar aziz otalarim ki farzandlaringni ta'limi, ulum asri va ulum shar'iy berishlikka. Xusho bahollaringga meni sesimni eshitayotgan onalar, otalar, avlodlaringni ulumi Qur'oniy, ulumi shar'iy o'rgatasizlar, pahluyiga ulumi asrini ham o'rgatinglar. Inglizini bilsinki erta da'vat bersin bu kishvarimizga kelayotgan g'arbilarda. Bir taz inog'alarimiz bor, xeyli yaxshi ko'raman. U darvoqi ahli rozdi meni bilan, xeyli faqirdi. U urush qissa qildi. Ro'zona 250 afg'oni yo 200 ga men ishlayman. Xudoga shukr. Ham qizimni va ham o'g'limni to'ymi darsiga, kursiga, omuzishiga, payomi Qur'oniga hammasiga yeshtiraman soyib. O'yimizdan, yemog'imizdan urganman va avlodlarimni tarbiyasiga, ta'limiga, farvarishiga hechga ko'talik qilgan yo'qman. Unday inog'ani, unday otani ham peshonasidan va ham qo'lginasidan boy to'pib ketishdi. O'zi musofiratga Eron, Turkiya va boshqa kishvarlarga ishlaydi, ammo o'g'lini va qizini qo'ymaydiki bor bir ro'z agar nimasidan qolgidek bo'lsa, darsidan qolgidek bo'lsa, sizlarga aytayotgan gapim bor degar shudiki, bunday bu otalarning nimasini qadrini bilishlik kerak. Bularga hurmat qilishlik kerak, arzish qoyil bo'lishlik kerak. Lihozo ham ulumi dini va ham ulumi nima asrini boyat bilsay.